Bir haftadan keyin to'yinglar. Bir haftadan keyin to'y, lekin yuzda holat mana shunaqa yiring oqyapti, gnoyniy, vоспалительный protseslar bo'lyapti yuzda, har xil ugrilar, toshmalar. Birinchi o'rinda albatta aqlli kuzatuvchilarimiz uchun dermatologga borish kerak. Lekin ba'zan buni imkoniyati yo'q yoki xohish yo'q yoki mablag' yo'q doktorga borishga. Demak, buning uchun nima qilamiz? Qimmatmas bo'lgan 3 ta kremdan men sizlarga judayam natijasi zo'r, yiringlarni yo'qotadi, yuzdagi toshmalarni tinchlantiradi va yuzdagi shamollashni yaxshilaydigan krem o'rgatib qo'yaman. Bu kremni tayyorlab qo'yasizlar. Uning uchun sizlarga mana bunaqa idishcha kerak bo'ladi, одноразовый. Uning uchun skrinshot qilib olinglar. Mana shu kremdan kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa topinglar. Demak, bizga pantenol kerak bo'ladi, обязательно yoki bepanten. 5% borniy kislota, ya'ni borniy mays kerak. 1 choy qoshiqdan har porsiyada solinadi. Bularni aralashtirib qo'yasizlar. Yaxshilab mayzlarni aralashtiramiz. Bu narsani o'rtoqlar 1 hafta davomida yuzingizga surasizlar. Faqat yuzingizlarni yaxshilab yuvib olasizlar va mana shu mayzni surib yotasizlar yuzingizga. Lekin bir mahaldan boshlab turib, agar natijani ko'rishni boshlasanglar, 1 haftadan keyin 2 mahalga o'tsanglar bo'ladi. Yana ham yaxshiroq rezultat bo'lishi uchun. Butun yuzga doimiy ishlatish mumkin emas, terini quritib tashlaydi.